Rossiyada hibsda bo'lgan vatandoshlarimizning qariyb 60% aynan giyohvandlik moddalari savdosi yoki ularni olib o'tishda ayblanayotganini bilasizmi? Eng achinarlisi, ular orasida tez va oson pul topaman deb aldanib qolgan muhojir ayollar va yoshlar juda ko'p. Xo'sh, qanday aldashadi? Firibgarlar odatda psixologlardek ishlaydi. Ular sizga yengil ish, yuqori daromad va oddiygina kuryerlik va'da qilishadi. Ko'pincha ish beruvchining yuzini ham ko'rmaysiz. Hamma gap faqat telefon orqali bo'ladi. Bir marta ishlab, tezroq pul topib uyga qaytaman degan xom xayol insonni halokatga yetaklaydi. Rossiya Jinoyat kodeksining 228-moddasi bu asl huquqiy sirtmoq. Narkokuryerlik uchun beriladigan 10 yillik qamoq muddatini to'liq o'tashga majbursiz. Hozirda bu jazoni O'zbekistonga kelib o'tash bo'yicha kelishuvlar hali kuchga kirmagan. Aziz vatandoshlar, hushyor bo'ling. Hech qachon pasportingizni birovga bermang. Kelaver, ish topamiz degan shubhali va'dalarga aslo ishonmang. Faqat rasmiy shartnoma bilan ishlang. Esingizda bo'lsin, hech qanday pul sizning erkinligingiz va oilangiz tinchligiga arzimaydi.